eshitilyaptimi? Men tomosha qilganlar, alo. Demak, meni eshitdinglar. Feberlik kompaniyani ko'plab bilsa kerak. Bu yerda hamma narsalari bor. Mana vanna yuvaydigan, gaz plita yuvaydiganlari, parashoklari ham bor. Lekin ko'p ayollarimiz mana atirlarini haqida biladi. Mana gel, qo'l uchun gel yuviladi. Bu parfyumning. Mana dizdoranlari bor. Dizdoran mujskoymi? Ay, yo, nima qilasan endi qo'shilib? Женский. A keyindi. Bitta sepib ko'ray. Qo'lima sepib qara. Ukalarim ham o'zima ketgan, atir jinnisi. Ha, qanday ekan? Ha, zo'r yaxshi. Bir apa o'lsin. Gapimni davom etaman. Ana tirillatib ovozim eshitilmay qoldi. Xullas kalom bunga a'zo bo'lsanglar, kichik narxda narsalarni olishinglar mumkin va shu yo'lda pul ishlashinglar mumkin. Qolganini Omina singlimdan o'rganib olinglar. Uni kichkina anaqalari bor, hamma nima bo'lsa o'rgatadi. Xullas kalom yana bitta pul keladigan manba bo'lsa, hech qayerdan qachon kamlik qilmaydi. Nima dedinglar? Tez ishlatmoqchiman-da. Shuning uchun qani atirini ko'raylik qani. Qani hidli qani uka? Opangga yarashadim bu hid. Xullas kalom feberlik senga rahmat. Necha yildan beri biza bilan digona bo'lib ketganing uchun, biza mana vannalarimizni, gaz plitalarimizni o'ynaganing uchun qolgan feberlikka oid narsalarni Omina o'rgatadi. Omina hammasini aytib beradi. Atmetka qilaman, kirib ko'ringlar, so'ranglar, erinmanglar, u ham erinmaydi.